İmza toplashdan ta'sirotlar. Avtori Sahar. Prag ta'sirotlari yozayotgan edim. Qarorimni o'zgartib, imzo to'plash ta'sirotlari yozishga majbur bo'lib o'ltiribdiman. Bugun aytgan o'rnimdan tursam, xuddi Turkiyadagi 15-iyul siyosiy o'zgarish bo'lgandek, tutibda Dunyo Uyg'ur qurultayini og'dirib o'tish, imzo to'plash inqilobi boshlanib ketibdi. Men ularning nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultayini og'dirib o'tmoqchi bo'lganligi ma'qul. Dunyo Uyg'ur og'dirib o'taylikmi deyli. Bundaqda Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rniga desaydigan bir tashkiliy qurilmasi bormi, yo'qmi? Keyingi qadamda nimalarni qilmoqchi? Qirg'inchilik holatida turayotgan Uyg'ur davosining parovozini ilib ma'alg'idek bir siyosiy kuch bormi, yo'q? Dunyo Uyg'ur qurultayini og'dirib o'tish faqatla Xitoyning maqsadi edi-ku degan temalarga kirmayman. Men faqat imzo to'plash to'rbitidagi chiqarish yo'li, imzo to'plashning chiqarish yo'li Dunyo Uyg'ur qurultayini og'dirib o'tkili bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida o'z ko'z qarashimni o'ttirib qo'ymoqchiman. Savol: imzo to'plash orqali Dunyo Uyg'ur qurultayini og'dirib o'tkili bo'lamdi? Javob: yo'q, bo'lmaydi. Sababi-chi? Men tuvanda sharhlamoqchiman. Biz bir guruh ziyolilar 2016-yildan e'tiboran imzo to'plash to'rbitida Uyg'urlarning navbatdagi xatarlik ahvoliga munosabatlik 20 dan 25 kishi imzo to'plash faoliyati ilib borgan edik. Bularning hammasini Uyg'ur deb yozish orqali ko'ralasizlar. Bularning ichida eng yuqori imzo ilinigani 50 ming atrofida bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu imzo to'plashning hech unumi bo'lmaganligini, ammo Uyg'urlarning hozirgi 5 yillik umumiy ahvol haqida bir sistematik doklad bo'lib qolganligini biz bu guruhdagi ziyolilar muayyanlashtirgan edik. Dunyoda bundaq patiyonlar intayin ko'p bo'lib, bundaq patiyonlar ichida favqulodda oz bir sondagilari siyosatchilarning diqqatini tortishga yarab qolmasa, qolganlari faqat imzolangan son holatida imzo to'plash to'rbitida bir joy ilib qoladi. Bu imzo to'plangandan keyin nima ish bo'ladi degan savolga javob bergan imzo to'plash inqilobining bayroqdorlaridan birisi o'z savoliga o'zi javob berib mundaq debdi: bu imzo to'plash to'plangandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi dunyo sahnasidagi organlarga kirib biz avtonomiya talab qilamiz desa, ular duqqa sen Uyg'urlarga vakillik qiladigan tashkilot emaskansan deydi. Bu nima degan sodda va bolalarcha xiyol. Ammo reallik siz o'ylagandek undaq bo'lmaydi. İmza to'plash bo'libmi bakchiq bo'lganda 5 ming atrofida imzo bilan to'xtab qolgan imzo to'plash ahvollarimi bor. Siz deyotgan siyosatlar qarabmi qo'ymaydi. Bundaq patiyonlar, ya'ni imzo to'plashlar faqat 2021-yildagi chet ellardagi Uyg'ur davosining oq tog'liq qartaqliqlari sifatida Xitoy tarixdan buyon o'ynab kelgan o'z yig'ida o'z go'shini qo'rg'onni ichidan buzish yillarining yangi davrida takrorlanishiga qurbonlik sifatida o'z ismlari va barliq shaxsiy uchurlari orqali o'zi qo'li bilan tamg'a besib qo'ydi. Kelajak avlodlarimiz g'azab bilan bu ismlarga qarab qo'rg'onni buzib etkicha o'zlari yangidan bir kabi bo'lsin salgan bo'lsa-chu deb afsuslandi. Aslida xalq harakatining haqliq egisi Mo'g'uzdon bo'lib, u xalq harakati, ya'ni xalqni bir-birisi bilan yoqisqishtirib qo'ydigan harakatni tunji bo'lib madaniyat inqilobida ishlatgan. Davom bor.